Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Urganch shahrimizda yangi qurilgan 4 qavatli binoni 4-qavatida 54 metr kvadrat 2 xonali kvartiramiz sotiladi. Bahosi 435 million so'm. Mo'ljal Vodnik Sabir Rahimov maktabi yonida. Bu domimiz pishgan g'ishtdan qurilgan. Yangi 4-qavat ham chiqdi. Har etajimizda 3 xo'jalik yashaydi. Hujjatlarni aytib o'tsam 100% tayyor. Kirish ishlarimiz zamonaviy sifatli ishlardan qurilgan. Bu yer kirgan yerimiz. Pastlarimizda ham yeri 100% laminat pol qilingan. Bu yerda rakovinalar qo'yilgan, so'q suvdan muammo yo'q. Bu yerda sanuzeli. Bu xonamiz kuxnya. Kuxnyamizda barcha jihozlari qoladi. Aynalarimizni barchasi plastik akvaramlardan qo'yilgan. Zamonaviy kotyulimiz bu yerda joylashgan. Har bir xonamizda zamonaviy sifatli ishlardan qo'yilgan. Bu xonamiz katta zaljoy. Bu xonamiz spalnya. Bahosini yana bir aytib o'taman hurmatli obunachilar, 435 million so'm kelishiladi. Hurmatli obunachilar, telefon nomerlarimiz ekranimizda yozilgan. Bemalol telefon qilaveringlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' omon bo'linglar.